Kim telefon qilyapti? Ko'tar telefonni. Nima ko'tarmayapti bu? Voy kasofat. Yuragim tushib qolay dedi. Kimdir bormi bu yerda? Kim bo'lishi mumkin? Telefon necha marta jiringladi deb savol beryapti menga. 7 martami, 6 martami? Bunga kallani ishlatish kerak emas. Bunga prosta e'tibor qilish kerak xolos. E'tibor qilishim uchun bu savolni oldindan berishing kerak edi. Dovtar. Taxmin qilamiz endi 7 marta davay. 7 marta. Sen dedi e'tibor qilishing kerak dedi. Fikrini bir joyga jamlashing kerak. Konsentratsiya qilishing kerak. Konsentratsiyani buzishyapsan-ku taqir-tuqir qilib. Sanayman endi sanayman. Hech nimaga e'tibor qo'ymayman, sanayman. Qani? 1 2 3 4 mana e'tiborni o'zlari tortmoqchi bo'lyapti. 5 6 7 mana endi 7 marta jiringladi. 6 7 marta jiringladi. Nima tushdi? Mana tushibdi. Demak, bundan oldingisida 6 marta jiringlagan. Kasofat. Kim bu tog'o? Napoleonmi bu? Ha? Opacha. Yana bitta opacha. Bu kim? Mashina men TikTokda ko'rganman, qaysidir memda. Qanaqadir mashhur odamning rasmida shu. Buni tanimayman. Ovoz baland qo'yapman, mana kasofatini ovozi baland qo'yapman. Gum deyapti-da, yuragim chiqib ketay deyapti. Kutmagan joyimda qo'rqityapti bu. Birinchi rasmdagi odam nima ushlab turadi? Qilichdimi yo bo'lmasam skimitar buni qosqoni degani. Qosqonimi yoki qilichdimi? Voy, men unga e'tibor qilmadim-ku. Uyda edi lekin birinchisi uyda o'zicha qurtoy bo'lib turuvdi. Bu ham taxmin qilaman-da endi nima qilaman? Davay, qosqoni deylik. Aniq ko'rmadim-da, chunki men yana ham ko'proq challenge'lar senga kelyapti debdi. Va любой challenge'ni ber, ey. Duximizni bitoq. Nima sindi?